Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir orqamda ko'rib turgan masjidinglar juda ham tanish sizlarga. Bu uyimizni sotuvga chiqqan Yakkasaroyda City Mallda joylashgan 3 xonali 90 metr kvadratli xonadonimiz. Shunaqa chiroyli masjidimizni, hammani orzusidagi bo'lgan masjidimizni shuna uyga rasmini dekor qilib joylashtirib qo'yishibdi. Inshaalloh bu uyda yashagan insonlarimiz ham Xudo xolasa shu masjidlarga borib ibodatlar qilish nasib etadi inshaalloh. Xo'p, uyimiz juda ham chiroyli, juda ham ko'rkam, yangi remontdan chiqqan. Xo'p, tanishtirishni boshlayman. Bu podyezddan kirish qismimiz. Eshikdan shuna kirganimizda bu yoqda mana garderobni shkaflarni qilib qo'yishibdi. Bu yoqda bo'lsa mana mehmonxonamiz. Mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Yumshoq mebellar, yaxshilarni qo'yib qo'yishibdi. Bu yoqqa mana alohida zo'r o'ylashgan. Bu yoqqa kofe ichadigan bo'lsangiz, bemalol kitoblarni qo'yib, udobniy, juda ham qulay ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, dekorlarimizga alohida e'tibor berasizlar. Podsvetkalar qilib, chiroqlari bilan chiroyli qilib ishlov berilgan. Bu yoqda mana katta televizorlarimiz qo'yib qo'yilgan. Detal mana bunaqa chiroyli rekvizit detallarimiz joylashtirilgan. Uyga kirganingizda haqiqatan kayfiyat juda ham ko'tarilib ketadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, alohida lyustralarga ham e'tibor bersangiz, chiroylilari tanlangan. Bu yoqda bo'lsa mana kartinalar ilingan. Bu yoqqa alohida mana yana chiroyli qilib ishlovlar berib, barglarni sayqal berib uyga xullas juda ham chiroyli mexil berilgan. Bu yoqda mana stullarimiz ham bor. O'tirib bemalol bu yerda choy ichsanglar bo'ladi oilaviy va bu yoqda mana to'g'rida oshxonamiz, ayollarimizning sevgan xonasi bu oshxona. Bemalol tanishtirib chiqsam bo'ladi. Bu yerda ham mana mikrovolnoviy pech, duxovka, gaz qurilmalari, mana virtishkalar, hamma narsalarni chiroyli qilib did bilan qilib qo'yishibdi. Mana mo'ykalarini ham qora rangda chiroyli qilib tanlashgan. Podsvetkalari ham bor, mana ko'rsanglar bo'ladi. Ranglari juda ham bir-biriga mos. Xolodilniklar qo'yib qo'yishibdi yangi va uyimizdagi bor texnikalar, bu yerda turgan texnikalar hammasi Hoffman texnikalari. Endi bo'lsa sizlarni yosh bolalar yotoqxonasi bilan tanishtirib chiqaman. Ko'rsanglar bo'ladi, mana bu tarafda mana ikkita yotoqxona kravatlari joylashtirilgan. Bu yoqda bo'lsa mana yosh bolalarimiz uchun keng qilib 2 kishi bemalol o'tirib darslarini qilsa bo'ladi, kompyuterlarni joylashtirib uy vazifalarini qilsa bo'ladi. Mana tepada shkaflarigacha qilib qo'yilgan, xohlagan darsliklarni joylashtirib bemalol yashashsa bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa mana garderobning shkaflari ham bor. Endi bo'lsa sizlarni umumiy sanuzul bilan tanishtirib chiqaman. Umumiy sanuzulimiz mana yo'lakda joylashgan. Kelsanglar bo'ladi mana. Juda ham chiroyli, yorug'. Mana bunaqa o'zini biralarini ham qo'yib qo'yishdi. O'chirib yoqadigan joyi juda ham zo'r ekan, qaraydi, sensorning. Hattoki qo'lni olib borish o'zi kifoya ekan. Mana ajoyib. Bu yoqqa kattagina vannamiz joylashtirilgan, unitaz, kirayotgan mashinalar, yengilari qo'yilgan. Xullas, bu uyda yashaganingizda maza qilasiz aziz o'rtoqlar. Yo'lagimizga mana konditsionerlar ham joylashtirib qo'yilgan. Bu tarafda bo'lsa kattalar yotoqxonasi. Ko'rsanglar bo'ladi, ikkita shkaflar qo'yilgan, ayol va erkak uchun alohida televizorlar joylashtirilgan, komodlar qilingan. Mana bu yoqda biralarni ham chiroyli qilib o'rnatib qo'yishibdi. Uyimizning umumiy dizayniga moslab barglardan iborat. Mana bu yoqda bo'lsa tumbuchkalar qo'yilgan. Bu yoqda mana ayollarimiz uchun alohida komod, yana yasan-tusan qilish uchun va bu yoqda alohida sanuzulimiz. Sanuzuldan qiynalmaymiz, muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Xo'p, o'rtoqlar, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 155 ming AQSh dollari, shoshilib qolasizlar. Xudo xolasa kelib ko'rganingizdan keyin yana chiroyli narxda baraka qilib yuboramiz. Sizlar bilan Nodir uylar.